peshonasining sho'ri bor. Peshonasining sho'ri bor. Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube'ga yangi video xudo xolasa, o'zi video chiqarmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Bugungi video zo'r bo'ladi nasib, chunki biz operatorimiz zo'r. Number 1 bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Bugungi video nima haqida? Sotuvchisi yo'q. Prosta 24 soat ishlaydigan sotuvchisiz magazinlar o'zingiz kirasiz, xohlagan narsangizni olasiz, chiqib ketaverasiz. 24 soat ishlaydi, sotuvchi yo'q. Hech kim bezovta qilmaydi. Kirib qolasiz, o'tirasiz, ichkarida olgan narsalaringizdan marojna yeb, boshqa narsa qilib ham gaplashib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasam kirasiz, prosta olasiz, chiqib ketasiz. Shunaqa magazinlar bu. Bizi как mahalla, biz uyimiz mana bitta, mana hozir uydan chiqib rahmat brat shovqin uchun. Uydan chiqib 2 minut yurib keldik. Uyimiz yonida, shu uyimiz atrofidan uzoqqa bormaymiz. Prosta uyimiz atrofi 500 metr joyda shunday aylanib, nechta shunaqa magazinlar bor, ko'rib sanab chiqamiz. Xullas, birinchisi bunga o'zimiz ham tashqaridan ko'rganmiz, faqat ichkarisiga kirib ko'rmagandik hali shu paytgacha. Birinchi marta kirib ko'rishimiz. Ko'rishingiz mumkin, eshik tagini oling. Mana odamlar chetda o'tirib yeb ketishgan marojnasini qog'ozni chetga tashlab ketishgan. Kelib bemalol aylanib ko'rib, mana sotuvchi yo'q, hech kim yo'q. Mana marojnalar bor, bunaqa sneklar bor, bu yoqda marojnalar, bu tomon ham. Hali kuni men marojnadan ko'rdim. Как shokoladga o'xshagan nima degandim-ku? Tiko. Mana shirin bo'lsa kerak. 2000 shekilli. Yo'q, bu mana unaqa 6800 midan nari magazinda. Bitta ham prosta narxini ko'rsataylik. Shuni misolida shu bahonada misol uchun любой narsa, biz hozir shuni olib ko'rdik. Narsa olgis kelsa, prosta olasiz. Bu yoqda ko'rsatasiz. Bu yoqda shunaqa apparat bor, o'zi to'lov qiladigan apparat. Chetga kelib, shijakagi boshlanadi o'zi. QR kodda shuni ham ko'riladi. 8000 ekan, mana narxi chiqib keladi. 8000 narxi chiqib keldi. To'lov qilgis kelsa, yana boshqa narsalar olgan bo'lsangiz, hammasini QR koddan urib turib, ko'lchagi, ya'ni to'lov qilish. Shuni ezasiz, kumyagi, qanaqa to'lov qilish. Prosta karta bo'lsa, karta belgilanadi, bo'lmasa yonida naqd pul. Kartani belgilab, ko'lchagi, karta bu yoqga ekan. Naqd bo'lsa bu yoqdan to'lov qilinar ekan pastdan, karta bo'lsa tepadan. Karta shuni tiqasiz, bo'ldi, o'zi to'lovni qilib oladi. Biz to'lovni qilmasak o'zi отказ bo'lib ketadi bu. Olgan narsamizni joyiga qo'yamiz. O'zim ham ko'rib turgan ekan. Chunki bu endi Koreya, kamera bo'lmasa ham, hali iymon bo'lmasa ham insof bor deydi-ku. Shunday kamera bo'lmasa ham o'g'irlik deyarli bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Mana yo'limizda yana bitta xuddi shunaqa magazindan sotuvchisi yo'q. Ice cream xarimati. Nari yon tomoniga yozilgan edi, pastga ham yozilgan ekan. 365 kun deb yozilgan ona pastida. 365 kun 24 soat to'xtamasdan ishlaydi. Endi bu magazin ham hozir tepada ko'rdik, asosan ichkaridan marojna, snacklar bor edi. Bu ham hech qancha yurmadik, mana yuqorida 100 metr, bo'lsa 150 metr yurib tushdik. O'zi yana bitta shunaqa magazin. Endi ichidagi narsalar pashti bir xil bo'lgani uchun baqa kirmay qo'yaveramiz, dalishga ketaveramiz. Keyingi lokatsiyamiz bu yoq, mana 365 kun 24 soat betam. Bunisi endi kiyim do'koni. Qaysi payt sizga kiyim kerak yo'q, kech payt soat 3 ta prosta takka bitta uyg'onib ketdingizda qarasangiz kiyim olgingiz kelyapti. Lekin chiqib kelaverasiz mana shu kiyim olgan. Kiramiz. Shu sezon bo'yicha alishtirib turiladi kiyimlar. Endi yoz bo'lgani uchun asosan futbolka yupqaroq kiyimlar, endi sekin havo sovisa yana qalinroq kiyimlar qo'yib qo'yiladi. Konditsionerlarni ham yoqib qo'yishibdi. Konditsioner ko'rsatib qo'yasiz. Ishlab turibdi, tinmasdan mana 24 soat issiq kunlarda kechasi bilan tinmasdan ishlab turadi, sharoitchalar qilib qo'yilgan. Bemalol kelib, xohlagan kiyimingizni olasiz. Bu yoqda alohida kiyib ko'rgani ham joylar qilib qo'yishibdi. Kelasiz, kirasiz, kiyib ko'rasiz, ichkarida aynaklar bor.
o'zingiz tomosha qilasiz, yoqqa ham kattagina qo'yib qo'yishibdi. Men qo'limdagi narsani qo'yib qo'ydim, endi просто bunday aylanamiz, xullas. Narsalar. Endi bu tomon sal qalinroq ekan. Men bitta futbolkalar ko'raylikmi? Просто qiziqishga. Mana bu ko'ylaklar ham atak normalniy ekan. Futbolkalar, shimlar mana. Halidan. Okey, mana oq futbolka. Oldida naqasi bor? 20 ming ekan narxi. 20 ming emas, hozirgi kurs bo'yicha bir 13 dollar atrofida bo'ladi. Bu yoqda shortilar ham bor ekan, mana bemalol shortilar ham ko'rilsa bo'ladi. Mana kamarlar. Kamarlargacha hamma yoqqacha sharoitchilar qilib qo'yilgan, mana ko'yliklari bu yoqda ekan. Даже mana oq ko'ylaklargacha bor ekan. Mabodoga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa. Nima olaylik, birorta narsani, bir shimmi nimadir olib bunaqa urib ko'raylik apparatga. Assalomu alaykum, kelinglar. Yana kalislar ham kelyapti. Bunaqa narsa olgani. Klientlar. O. Shimimiz injiq ekan. Endi bu magazinda yaxshi tomoni, kimlargadir yoqmaydi-da, misol uchun sotuvchi bo'lsa, keling, nima kerak, nima qidiryapti, bundoq gapiraverib, bunaqa qiladigan paytda kimlargadir yoqmaydi shu vaziyat. Yetmadi, sotuvchi yo'q. O'zingiz bilan o'zingiz kelasiz, narsalarni ko'rasiz. Yoqsa olasiz, yoqmasa joyiga qo'yib chiqib ketaverasiz, yengil. Shimimiz 38 ming ekan. 38 ming degani endi bir 28 dollarlar, nasib hozirgi kurs bilan atrofida bo'ladi. Kelavering, bu yoqda bitta ko'rsatamiz. Sumkalar ham bor ekan. Kelasiz, kirasiz, kiyib ko'rasiz, aynida o'zingizni ko'rasiz. Mabodo yoqadigan bo'lsa, bo'ldi, tushuna olaman deydigan bo'lsangiz, bu yerda ham shijakaga start eziladi. Tak ko'ramiz. Bo'ldi, 38 ming narxlari bilan chiqib keldi. Shu ko'lchagi, ya'ni to'lov qilish. Qanaqa to'lov qilasiz deyapti. Bu yerda menimcha naqddan to'lov yo'q. Shinyonkada, ya'ni karta bilan karta bu yo'lni shunda joylaysiz, bo'ldi, o'zi to'lov deyich bo'ladi. Endi biz просто ko'rsatdik, to'lov qilmaymiz, ya'ni chiso, ya'ni отказ. Xullas, mana shunaqa magazin. Aytaylik, ertaga meni uchrashuvim bor. Qanaqadir ishdan, biznes uchrashuv deylik, shunga o'xshash. Men bu haqida kech payt soat 10 yoki 11 da bildim. Bu payt men уже onlayn ham zakaz qila olmayman, chunki ertaga ertalabgacha yetib kela olmaydi yoki biror joyga borib ola olmayman. Chunki bozorlar yoki katta matalar ham maksimum 10 gacha ishlaydi. Shuna vaziyatda nima qilamiz? 24 soat ishlaydigan Muin kafega shunda kelamiz, kafe. Magazin. Shunda kelamiz, tanlaymiz, kiyinamiz, ketamiz. Zo'r. Shu yo'limizda davom etamiz. Ya'ni hech qancha yurmadik. Hozir uyimizdan 300 metr uzoqlashdik, xolos, maksimum 400 metr. Endi bu tomonga qarabcha borib ko'ramiz. Yo'llarda ham yana shunday joylar bordi. Bitta ko'rsatamiz yana. Keyingi magazinga yetib keldik. Bu magazinimiz xolos Koreyada anaqa madaniyat, ya'ni uy hayvonlari boqish, uy hayvoni deganda ham men mushuk ham juda boqadi, asosan kuchuk it boqishadi bular. It boqish juda yaxshi ko'rishadi. Itlariga o'zi asosan mishiqlarga ham ko'p narsalar bor ekan bu yerda. Mushuk kuchuklarga alohida magazin shunaqa. Bu ham 24 soat ishlaydi. Bu yerdan har kun o'taman, chunki bu uydan chiqib metroga ketishda yo'limda joylashgan. Har kun qiziqib o'tib ketardim. Kirib ko'rmaganman. Bugun endi sizlar bilan birinchi marta kirib ko'ramiz, nimalar bor. O'zi odam ham bor ekan ichkarida, kuchugi bilan ana nima olib beray deb kuchugiga narsa tanlatyapti. Qormayli. Hop, kirib keldik mana magazinning ichiga. Bu menimcha endi bu o'yinchoqlar ekan. O kelyapti. Olib qo'ying buni ham. Yo'q. Videoga olib qo'ying. Qarab turibdi. Yaxshi boringlar, Xudoga shukr. Ketganinglar rost bo'lsin. Bu kuchuklarning o'yinchoqlari ekan. Bu tomondagilar men bilan endi mana suv deymiz biz. Irg'itadi, olib kelib beradi. Shunaqa mana. Kuchukni razmeriga qarab, mana kichkina, katta, otalarigacha bor ekan, tanlayverasizlar bemalol. Bu ham endi shu kuchuk menimcha
o'ynaydigan o'yinchoqlar. Tishlar, boshqa qilib, mana bu to'plar ham shu faqat hamma o'yinchoqlar mana shunday narsalar mishiqlardiki, itlardiki xullas. Kelar mana mishiqlardiki endi. Bunaqa tepalarga ilib qo'yishadi, mishiq yotib olib o'ynab yotadi, shunaqa narsalar ekan. Endi biz ham shu kinolarda ko'rganimizni gapiryapmiz-da. Uylarimi, mana bu tepalarda mana uylari bor ekan, operatorimiz ko'rsatmadi, endi biz bo'yimiz uzunligiga pastga qarab yurib o'rganib qolganmiz, tepaga qaramasdan. Palaga o'zimizga bitta shuna palatga ola olmaymiz. Itlarga qo'yib qo'yishgan mana. Taroqlari ham bor kamiga. Bu qaranglar, bizlarni cho'kamizni taraymiz-ku bunda. Mana bu bunaqa ekan. Sal tuk tashlayotgan payti bo'ladi-yu, asosan itlarda bo'ladi. Shunaqa payt bundan bundoq yurg'izib, shuna tuklarni tozalab olinadi. Hammasidan ham qoyil qolganim bor. Ha, nima ekan? Ular ham tishli bor ekan. Whitening dental care kit deb qo'yibdi. Ya'ni shu oqartiradigan, tishlarni oqartirib, itlar achishmaligidan olib bo'lsa kerak. Короче, tezroq yurmasak qolib ketamiz hozir bu yerda. Xullas, hamma narsalar bor. Bu yoqda ovqatlar yegan mana. Itlardagi, mishiqlardagi, halidan bor ekan ovqatda ham. Odamlarga hozir buncha ovqat topilmayapti. Ha, kiyimlari yeganmi? Ha, itlarning kiyimlari yegan mana. 16900 XL razmeri ham bor yana. It razmeri bor, ko'ryapsizlarmi? 16900 imiz bizga $12 bo'ladimi? Yana adashmasam 11-12 atrofida. XL, L, M razmerlarga bo'lingan, 2 XL gacha bor ekan mana. Ko'ylakchami bu? Voy, asalligini. Ha, u qarang, elagan bu ani laychi itlarga shekilida, mana kichkinagina razmer. Yangi tug'ilgan raddomdan yangi olib chiqilayotgan. 15000, $10. Kuchuklarga. Ha, Pringleslar bo'ladi, chipslar bizni. Mishiqlarda chip Pringles. Hop, xullas qiziq ekan. O'zim ham birinchi marta kirib ko'rdim. Mana bali anaqa ekan. Bizda nimalar bo'ladi-yu, bolachalar tishi chiqayotganda rezinka berib qo'yishadi, tishi qichsa tishlagani. Bu ham kuchuklarni tishi qichiganda beriladigan narsa ekan. Keyingi manzil sari. Kaja. Ha, yo'limizda hozir mana shu katta magazinimiz, o'zimizdan ko'p bozor qilib turadigan magazinimiz bor edi. Bu yerda ham prosta tak olib o'tib ketdik. 24 soat emas, sotuvchilar bor, как положено, prosta narx-navolarni shunchaki ko'rsatib ketaylik deb. Mana o'zimizda O'zbekistonda topsa bo'ladigan mana tarvuzlarimiz, qovunlarimiz bor ekan, o'shanga narx-navolarni endi prosta qiziq bo'lsa bir ro'yiga ko'rsatib, tanishtirib o'tib ketamiz deydi. Tarvuzlarimiz mana. Yaxshi. Shu O'zbekistondaqa ovozlarni mikrofonga yaqin olib keling. Kattalari hali bu yerda yo'q ekan. O'zi shu mana shu kichkinalari ham 12900 dan, bu degani bir $8 atrofida bo'lyapti ekan. 8,5 dash $9 bormaydi, 8,5 atrofida. Bitta shu tarvuzimiz. 80,000 deganimi bu? Ko'ringlar mana. Qimmatchilik Koreyada bu qovun ekan mana. Mana shuncha qovunchamiz ham o'zi Koreyada qovun topish qiyin. Faqat mana shunaqa qovun bo'ladi. Topilsa ham mana shunaqa razmerda bo'ladi. Unaqa oddiy qovunlar topish qiyin. Xandali, pandalilar endi umuman. Mana shu 7 yil yashab hali ko'rmadim. Qovunlar ham bir xil 12900 ekan mana shulari. Ya'ni shu $8-8,5 atrofida. Bu yerda mana shaftolilar bor ekan. Hozir как раз hali sezon desam, boshlanyapti, okey. 11800 dan ekan shaftolilar, bu tukli shaftolilar ekan. 11800 dan $7 atrofida bo'ladi. Bu yerda mana giloslar bor ekan. Gilos yemaganim yel ekan, cho'pkita 9900. $6 deylik. Shunchasi bu, lekin menimcha yarim kilo ham chiqmaydi. Chiqsa bir 300 gram, maksimum 400 gram chiqsa kerak, shunchasi $6. Yaxshi. Ta'mi ham lekin yaxshi. Mabodo ta'mi qanaqa deb qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, giloslardan oldin olib yeb ko'rganman. Endi to'g'ri O'zbekistondagijalik bo'lmaydi. Yaxshi lekin bo'ladi. Bu
yoqda mana mangolar, mana bu yerda mana tutlar bor ekan. Shotut deymizmi biz? Endi yaxshi ko'rinmayapti-da. Bundoq qilib ko'rsataylikmi? Mana tutlar chiqdi. Tutlarimiz ham 8900 ekan. 8900 ham shu $6. 5,5 dollar ekanmi? Shunaqa atrofida bo'ladi. $5, $5,5. Shu bu yoqda mana sliva 4900. Silliq shaftoli bor ekan mana. Shuncha o'rab qo'yishibdi. 2, 4, 6, 7 dona ekan. Bu yarim kilo ham chiqadi yo chiqmaydi. 6900 ekan. $4. Shunchasi. Olmalar endi o'ta qimmat. Olmani 3 tasi 10,000 ekan. 10,000 deganimiz ham $7, $6,5. 3 tasi. No olma keyin nimaga hozir qimmat? Prosta olma sezon emas. Olma sezon bularda ko'proq sovuq paytda bo'ladi. Asosan noyabr, dekabr oylarida olma sezon bo'ladi. O'sha payt ancha arzonlaydi. Qaja, o'rigan bor ekan mana. O'zimiz o'riylar. Sap-sariq bo'lib pishyapti. Bu ham $6,900, $4. Qaja. Bo'ldi. Narsasi juda kam qolibdi-da. Bitta kirib ko'raveramiz, bir ro'y olib chiqib ketamiz. Bu yerdan muin, pang, ya'ni o'zi asosan shirin bolochka, rulet, shunaqa narsalar bo'ladi-yu. Mana bitta ikkita qolibdi, shunaqa narsalar sotiladigan. Bu ham 24 soat ishlaydigan magazin, lekin ko'p narsalar sotilib ketibdi. Mana bu tomonlar polniy bo'shagan. Chunki u bunaqa panglar endi anaqa nimasi ham ko'p bo'lmaydi, yaroqlilik muddati. O'zi bu ham mana 6.21 bugungacha edi ekan. Bugun kech payt 12 dan keyin sroga o'tadi. 1000 so'm qo'yibdi. 1000 so'mga 1+1 ekan yana. Cheese cake. Ha, bo'lsa ikkita ekan mana 1+1. Cheese cake'imizmi o'zi? Hali Cake'mi deyman, anaqa. Cheese pangda anaqadan Paribagetdan yeymiz-ku, o'shanga o'xshagan. Olaylik. Davay. Olaylikmi? Mayli. 1000 ga 1+1 ekan. Urib ko'raylik, shuni ko'rsataman. 2000 ko'rsak? Ayyo, men. Yo'q, prosta bittaga to'lov qilaveramizda, o'zi skotchlab yopishtirib qo'ygan mana ikkitani. Sroga o'tayotgani uchun Arzon qilib qo'yishibdi. Bugun 12 gacha, soatimiz 21:28. O'shanga arzon qilib yuborishibdi. Ko'lcha, kadapey и tepaga ekan. Bo'ldi. Yo'msujung mayli chiqarib bitta ko'rsataveraylik. Buni pastdan chiqarib berdi. Cheklarigacha. Koreyada shunisi zo'r. Misol uchun mana shunaqa katta, bitta bunaqa kichkina joylarda emas, katta mati magazindagi mollarga kiradigan bo'lsangiz ham, aynan oziq-ovqat sotiladigan joylarda shunaqa sroga o'tib ketdi. Aynan o'sha kuni, misol 2 soatdan keyin yoki o'sha kuni soat 12 dan keyin sroga o'tadigan narsalar bo'lsa, kechga yaqin 7:30-8 dan boshlab shunaqa skidka qo'yib, katta skidkalarda, ya'ni tezroq sotib tugatish uchun katta skidkalar qo'yib sotib yuborishadi. Bu ham как Koreyadagilar ham ko'rib qoladigan bo'lsa, life hack. Men o'zim ko'proq E-Mart magazinlariga borib turardim. E-Martda, boshqa magazinlar, katta mollarda ham, Home Plus yoki shunga o'xshash boshqa yana mollarga oziq-ovqat sotadigan joyga kech payt soat 8 dan keyin boradigan bo'lsangiz, aynan shunaqa katta skidkalar ko'p bo'ladi, juda ham arzonga oziq-ovqatlar sotib olishingiz mumkin. Shu, bu yoqda bo'ldi, boshqa narsalar hammasi sold out bo'lib ketibdi, sotilib ketgan, boshqa hech nima yo'q. O'zimizga biz ham oxirgisini oldik mana. Chizibangda. Bu chiqib ketaveramiz keyingi manzilga qarab. Eng zo'r ma'lumot, modern panglar 1000 wondan ekan, chomon. Hammasimi? Hammasi chomon ekan. Hammasi o'zi 1000 wondan ekan. 1000 wonimiz $1,5 aytaylik bo'ladi. Bilmayman. 10,000 ham bo'lmaydi hozir. 8000 8000 ham bormaydi-da, undan ham arzon bo'ladi. O'zi hammasi 1000 wondan ekan, hozir o'sha kechroq bo'lib qolganiga 1+1 qo'shibdi o'sha 1000 wonni ham. Bittasi 500 wondan tushyapti, undan ham arzon. Zo'r. Qaja. Suv olmaymizmi? Suvlar ham bor ekan. Ha, bo'pti, ketdik.
Xo'p, xullas videomiz ham oxiriga yetdi. Oxirgi, ya'ni 24 soatli magazinni u yoqda sal 50 metr orqada ko'rdik. Birinchi kirib ko'rgan joyimiz bilan bir xil ekan. Kakko o'sha joyda menimcha boshqa filial edi. Bir xil ekan, uni ham oldiga ichiga kirib video qilib o'tirmadik. Yonidan o'tib ketdik. Endi uyga qarab qaytyapmiz. Xullas, mana hech qancha yurmadik. 500 metr u tomonga, yana 300 metr bu tomonga aylanib, yana uyimizga qarab kelyapmiz. Mana 100 metr yoqda uyimiz. Qaytdik o'zi shuncha joyda mana nechta shunaqa 24 soatli magazinlar, yana biz hammasiga bitta kirib o'tirganimiz ham yo'q hali. Prosta nima demoqchimiz? Zo'r qulaylik, Koreyada qulayliklar shunaqa zo'r, menimcha bunaqa narsalar O'zbekistonda ham sekin-sekin ochilishni boshlasa, menimcha zo'r bo'lardi. Chunki bilib bo'lmaydi, odamlar kech payt 24 soat ishlaydigan magazin bir nimalar xohlab qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatda maza, hamma bemalol kech payt chiqib, xohlagan narsasini olib, nimadir yegisi kelib qolsa, chiqib olib bemalol tanovul qilishi mumkin. Umid qilib qolamiz, xudo xolasa O'zbekistonda ham tez orada shunaqa magazinlar 24 soatli sotuvchisiz joylar ochilishni boshlaydi. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi YouTube videolarimizda ko'rishib qolamiz. Paka-paka.